Jamila xola, ana mahalla raisimiz Jamshid aka bordilar-ku. Voy bechora Jamshidjon, qanaqa yaxshi odam edi. Har doim men bilan ko'rsa salomlashib, so'rashib, uydagilar yaxshimi deb qol so'rardi-ya. U kishi borlar, aytdilar, hammani chaqiringlar, mahallani obodonlashtirishga hissa qo'shinglar. Chiqinglar dedilar, yuring. Men vahima qilib ko'z yosh qilganimni qara yaxshi odam edim. Yo'q, bo'lgani yaxshi edi. Men yaxshi qizchamanmiz, burgina mahallani obodonlashtirishga chiqqanman. Jamila xola, ana onam. Voy bolam, qanday yaxshi onang bor edi. 3-sinfdan birga o'qigan biz dugonajon. Har doim dardlarini menga aytardi. Nima deyapsiz? Onam yaxshilar, Nima yig'ib gapiryapsan? Prosta ko'zim ana suvarkaga qaraganim og'riyapti. Ko'zing chiqsin soni suvarkaga qaragan. Onam aytdilar, mantiqazoningiz berib turar ekansiz. Mantig'imay har narsa yugur. Bor mantiqazonlari yo'q ekan degan. Bermasangiz, bermang. Hop dilingni uzib olaman seni. Jamila xola, ana u magazinchi G'aybullaga bordi-ku. Voy G'aybullajon, qanday yaxshi bola edi-ya. Men aytardim, G'aybulla, ko'z tegansa yaxshi bolasan, azgina pishiq bo'lgin deb. Qarz daftarida qarzim bor edi, endi qanaqa beraman? Aytdim, oxirgi payt qorni shib ketayotgan edi. Eshitasizmi, oxirigacha ishima bo'lgan yo'q o'shiga. Onam aytdilar, magazinlarga zo'r materiallar kelibdi. Chiqasizmi? Hozir chiqadilar degan. Menga qara. O'lchab tursa, qolganlarini ham sotib bormasin, men ko'rib olay. Jamila xola. Ha! O'g'lingiz. O'g'limga nima qildi? Voy bolaman, ko'z tegan. To'xtang, endi vahima qilasiz. Telefoningizga tushmayotgan ekanlar. Sizga pul yuboribdi, telefon ko'tarar ekansiz. Voy, pul yuboribdimi? Aytgandim-da o'g'limga tabiat sitidan uy olaman deb maslahat qilgandim. Uylari yoqqanida 6 qavatli g'ishtdan qurilgan zamonaviy liftlari bor uy. Ki o'g'lim bilasan, mashinalarga qiziqadi-ku. Shu mashinasini qo'yishga tayyor parkovkasi ham bor. Zo'r ekan-ku. Sen ham shu uylardan ol, bekorchi bo'lib yurma. Dadang, onang, men birga borib, maza. Ya lekin dadam bora olmaylar-da. Dadangga nima qildi? Voy, shunday yaxshi dadang. To'xtang, buncha vahima qilasiz, O'zing shunaqa gapirasan-da, sovuq. Vatanimni ko'rib